47-67. BYD Song Plus. Wow! Yine ortaklar. Mana. Yine ortaklar. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, akalar, opalar, og'aynilar, qadrdan tug'anlar, xullas eldoshlarimiz. Hammangizga omonlik, sog'lik tilaymiz. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda Jaku Show'ga nisbatan no'rin asoslantirilmagan, qolaversa sha'nimiz va qadr qimmatimizni kamsituvchi ma'lumotlar chiqqan bir ko'rsatuvlarni ko'rib qoldim va kommentariyalarni o'qib qoldim. Shuning uchun kelingizlar, sizlarga Jaku Show faoliyati to'g'risida qisqachagina ma'lumot berib o'tsam. Azizlar, 2022-yilda Xorazm viloyatida Xorazm Chistelyux mahsuloti cheklangan jamiyat o'z ishlab chiqarish faoliyatini boshladi. Shundan so'ng biz o'z mahsulotlarimizni realizatsiya qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi reklama to'g'risidagi qonun talabi doirasida rag'batlantiruvchi aksiya o'tkazishni lozim topdik. Azizlar, reklama to'g'risidagi qonunni 5-moddasida rag'batlantiruvchi aksiyaga ta'rif berilgan. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Yaqinroq tushirib oling buni. Aynan shu qonunning 21-moddasida rag'batlantiruvchi aksiyani tashkil etish va uni o'tkazish tartiblari belgilangan. Unga ko'ra, rag'batlantiruvchi aksiyalar doirasida qimmatbaho sovrinlar, e'tibor bering, o'ynalishi, lotereya hisoblanmaydi azizlar. Marhamat, ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Azizlar, biz huquqiy demokratik erkin jamiyatda yashamoqdamiz. Ve asosiy qonunimizning 15-moddasiga ko'ra, mamlakatimizdagi konstitutsiya va qonunlarning ustunligi so'zsiz tan olinadi. Mana sizlarga ko'rsataman, bemalol o'qib chiqishingiz mumkin. Bunday ekan azizlar, biz tadbirkorlik faoliyati erkinligi kafolatlari to'g'risidagi qonun asosida qonundagi taqiqlanmagan faoliyatni amalga oshirgan holda tadbirkorlikdan cheklanmagan miqdorda daromad olish huquqiga egamiz va bu ushbu qonunning 8-moddasida belgilab berilgan. Marhamat, mana bu. Hurmatli aziz aka-uka, opa-singillar va ijtimoiy tarmoqdan foydalanuvchilar, xususan ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilik nazoratini olib borayotgan yurtdoshlar, bir-birimizni hurmat qilgan holda gelib tushunmas, o'rin asoslanmagan xabarlarni tarqatishni va har xil haqoratli izohlarni yozishni to'xtatishingizni ham iltimos qilamiz, ham talab qilamiz. Asosiy qonunimiz talabına göre ommaviy axborot vositalari o'zi taqdim etgan axborotni ishonchliligi uchun javobgardir. Bu 81-moddada belgilangan azizlar. Yana bir joyi azizlar, Jinoyat kodeksining 139-moddasida tuhmat haqida tushuntirish berilib, uning 2-qismi talabına ko'ra tuhmat qilish, ya'ni boshqa shaxslarni sharmanda qiladigan uydirmalarni tarqatish, no'rin asoslanmagan ma'lumotlarni nashr qilish bo'lsin yoki ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bo'lsin taqiqlangan azizlar. Bizlar o'z huquqimizni va sha'nimiz, qadr qiymatimizni, ishchilik obro'yimizni saqlash maqsadida huquqni muhofaza qilish organlarına murojaat qilish huquqimiz mavjudligi to'g'risida sizlarni ogohlantirib o'tamiz. Shunday ekan azizlar, bemalol qo'rqmasdan bizni aksiyamizga qatnashib, Chistelyux mahsulotlaridan xarid qiling va chiroyli rag'batlantiruvchi aksiyalarda qatnashib, mashinalar va boshqa yutuqlarni yutib olib, xonadoningizda o'yin-kulgu to'ylar bo'lishini Allohdan sizga tilab qolamiz azizlar. Men qo'limdan kelganicha bizni ishchanligimiz haqiqatdan ham qonun doirasida bo'lib turganligini sizlarga ozgina bo'lsam tushuntirib o'tdim. Hammangizga omonlik, sog'lik tilayman. Kamtarin qulimiz Otabek Niyozov siz bilan tushuntirish olib bordi. Sog' bo'linglar.